بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا. ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi sana 2023-yil oktyabr oyining 24-seshanba kuni namozni mag'zi yoxud namozni ruhi deb nomlangan darsimizni davom etkazamiz. Alloh taolo o'zi qilayotgan darslarimizni davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin. Mana o'tgan safargi darslarimizda ma'lumki, sizlar bilan gaplashib ketayotgan mavzuyimiz nihoyatda bir muhim bo'lgan mavzular haqida gaplashyapmiz. Bu muhim bo'lgan mavzuki, o'zi musulmon kishini hayotida insonni musulmon ekanligini bildirib turadigan eng katta alomatlardan bittasi mana namoz. Mana shu namoz mavzusini gaplashib ketyapmiz. Biz bu namozni qanday o'qilishini o'rganganimiz yo'q. Balki namozda asl bo'lgan, namozni eng asl poydevori bo'lgan namozni mag'zi, namozni ruhi, namozni kaliti haqida sizlar bilan gaplashib ketyapmiz. O'tgan safargi darsimizda mana shu namozni maqsadlarga taalluqli bo'lgan bir qancha mavzularni o'tdik. Hozir biz yetib kelganimiz 5-maqsadga yetib keldik. O'tgan safargi darsimizda demak 4 ta maqsadlar o'tibmiz. Ana shu o'tgan safargi darsimizda mana aytib o'tgan narsalarimizdan namozda eng katta maqsadlardan bittasi inson namoz o'qirkan namozda Alloh taoloni zikr qilish. Ilm, tavhid, iymon bor ekanligini bir qator mana aytib o'tgan bo'ldik. Va yana shu bilan birgalikda Alloh taoloning oldiga kirishlik va Alloh bilan gaplashishlik bor bu namozda. Mana shu 2-maqsadda aytdik. 3-maqsadda Qur'on bor. Qur'onni tadabbur qilish, Qur'ondan eslatma olish, tushunish, yodlash degan narsa bor. Qori bo'lgan odamlarga Qur'onni albatta tahajjud namozlarida o'qishlik tavsiya qilinadi. Masalan, ba'zi mana qorilar bor, Qur'onni bir qator yodlab chiqqandan keyin ma'lumki Qur'onni jamlab turib ustozlarga topshirishga harakat qiladi. Ustozlarga misol uchun topshirishda yarim poradan yoki bo'lmasa bir poradan mana shu holatda topshirishlikka harakat qiladi, ustozlarga darslarni o'tkazadi. Endi mana shuni eng yaxshi mana shu pishirish holati ulamolar aytadi, kechpayt turib tahajjudni o'qishlik. Kechpayt turib tahajjudni o'qishlik. Mana shunda hifiz bo'ladi. Mana shu ham Qur'onning maqsadlaridan bittasi. Va yana shu bilan birgalikda Qur'onning 4-maqsadi duo. Mana shuni o'tgan safar aytib o'tdik. Duo bor Qur'onda. Allohni ulug'lashlik bor, yalinib yorvorishlik bor, Allohga hamd sano aytishlik bor, Allohdan so'rashlik bor. Mana shu narsalarga bir qator to'xtab o'tdik. Endi hozir mana aytib o'tadiganimiz asosiy sabr mavzusi, shukr mavzulari. Shularni inshaalloh aytib o'tishlikka harakat qilamiz. Birinchi navbatda shukrni aytib o'tamiz. Inshaalloh vaqtimiz yetsa sabr mavzusini ham aytishlikka harakat qilamiz. Xo'p, endi mana aytamizki, namoz Alloh subhanahu va taoloning ubudiyat haqqi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa biz qulmiz. Biz Alloh taologa qulmiz. Bizi ustimizdagi Alloh taoloning haqlaridan bittasi mana shu namoz. Demak, bu namoz o'qishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu nima deb aytiladi? Allohning haqqi deyiladi. Masalan, har bittamiz bu dunyoda o'zimizni haqqimizni talab qilishni bilamiz. Masalan, mana bola, ya'ni yosh bola o'zini ota-onasidan o'zini haqqini talab qiladi. Ya'ni bu talab qiladi deganimiz qanday ma'noda? Masalan, meni yedirib ichir deydi. Ya'ni ochiq tili bilan aytmaydigan bo'lsa ham holat tili mana shu narsani aytib turadi. Yoki bo'lmasa oilada ayol kishi o'zini eriga meni yedirib ichir deb turadi masalan. Ya'ni ayol kishi o'zini eriga meni yedirib ichir deydi. Demak, erda bo'ynida uni yedirib ichirishi vojib bo'ladi. Mana shu ham oiladagi bitta haq huquqlar ya'ni. Demak, har bitta narsani haqqi bor. Masalan, mana hozirgi kunda dunyoni mana o'zlaricha bir dunyodagi odamlar mana Birlashgan Millatlar Tashkilotlarida insonlarni huquqlari deb insonlarning haqlarini poymol qilmaslik kerak deydigan narsalar bilan shunaqa shiorlar bilan chiqishadi. Demak, mana shunaqa haq degan narsa bor. Demak, qarang, hammani o'zini haqqi bor, o'zi aslida bunday qaraydigan bo'lsak. Endi bizni bo'ynimizda eng katta yana bitta haqlardan Alloh taoloning haqqi bor. U zot siz bilan bizni yaratgan. Endi ana shu zotni bizi ustimizda haqqi bor. Ana shu haq nima deb aytiladigan bo'lsa, biz namozni xolis Alloh uchun o'qishimiz. Demak, mana bu namoz bandani Alloh uchun bo'lgan, mana Alloh taolo uchun bo'lgan bandani haqqi. Ya'ni Alloh taoloni
haqqi deb turib aytiladi. Alloh taolo uchun ubudiyat haqqi. Yaqum biha man kana abdan shakura. Demak, kim mana shu namozni bajaradi, kim namozni o'qiydi, namozni shukr qiladigan banda bo'lgan odam o'qiydi. Mana shu javobni bizni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam gapiradi. Haqiqatda men shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi degan. Mana Oysha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning holatini ko'radi. Rasululloh namozda juda ham qattiq tirishib, ijtihod qilib namoz o'qiydi. Ko'p namoz o'qiydi. Oysha onamiz Rasulullohga kayfa tafal hada, ey Rasululloh, bunday qilaverasiz deydi. Alloh taolo sizni avvalgi va keyingi gunohlaringizni ahri kechirgan-ku deb turib aytganda Rasululloh nima degan? Afala akunu abdan shakura, men shukr qiladigan banda bo'lmaymanmi degan. Demak, shukr qiladigan banda, Allohga shukr qiladigan banda mana namoz o'qiydi. Endi siz mana ba'zi odamlarni ko'rasizki, ba'zi odamlar ular o'zlaricha nima deydi? Jumaga bormayotganligini, masalan, jumaga borib turadi ba'zi odamlar. Ba'zilar jumaga ham bormaydi, aytmoqchi bo'lganim hayitlarga borib turadi. Ya'ni namoz yo'q hayotida. Namoz o'qimaydi. Qancha odamlarni ko'rasiz, hayotida namoz yo'q, subhanalloh. Namoz o'qimaydi. Endi bu odamlarni qanday shukr qiladigan banda deb aytasiz? Demak, ular shukr qiladigan banda emas. Va yana shu bilan birgalikda mana bu jumavoy bo'lgan odamlarni qarang, yoki hayitvoy bo'lgan odamlar bor. Jumaga boradi, quruq hayitga boradi. Masalan, bu odamlarni qanday qilib turib Alloh taologa shukr qiladigan odam desa bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nafaqat u farz bo'lgan namozlarni, balki farz bo'lgan namozlar bilan birgalikda juda ham ko'plagan nafl namozlarni o'qirdi. Tovollari yorilib ketardi namoz o'qiganligidan. Oysha onamiz ko'rib mana shu holatni gapirgan. Masalan, hozirgi kunda ko'rsangiz, mana ba'zi odamlar, erkak kishilar ko'p xotinli sunnat deb turib, ko'p xotinlikni peshta qilib, mana shu sunnatni bajaramiz deydi. Ha, bu to'g'ri, bu sunnatni mayli bajaryapsan, yaxshi, lekin mayli bu sunnatni bajarayotgan bo'lsang, nimaga endi xosatan namoz sunnatini bajarilmaydi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xo'p, mayli ko'p xotinli bo'libdi, lekin shu bilan birgalikda qattiq namoz o'qigan-ku. Qattiq namoz o'qiganligidan tovollari yorilib ketardi. Qattiq namoz o'qiganligidan shukr qiladigan banda bo'lmaymanmi deb turardi. Demak, mana shunday Rasulullohning sunnatiga ergashyapman deydigan odamlar faqat ko'p xotinlikni ushlab olmasdan, albatta mana shu narsaga ham e'tibor berishlik kerak. Qarang, mana shu joyda tovollari yorilib ketganligini ko'rib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shu holatlarda Oysha onamiz ko'rib aytayapti mana. Nima qilasiz Rasululloh buncha o'zingizni qiynab deganda, afala akun abdan shakura, shukr qiladigan banda bo'lmaymanmi degan. Demak, ma'no nima? Ma'no shuki, agar Alloh taolo kechiruvchi, rahimli bo'ladigan bo'lsa, meni gunohlarimni kechirgan bo'lsa, meni tamomiy gunohlarimni o'tib tashagan bo'lsa, men mana shunday Allohning afusiga, Allohning mag'firatiga shukr bilan, mana shunday katta bo'lgan ne'matiga hamd sano aytishlik bilan qarama-qarshi holatda turmaymanmi? Bu katta ne'matki, mag'firat ne'mati. Oldingi va keyingi gunohlarni kechirilganligi haqidagi mana shunday katta bir ne'matni men shukrini bajarmaymanmi deb turardi Rasululloh. Haqiqatan ham mana bu ish ulug' bo'lgan insonlarning ishi. Shuning uchun ham Rasululloh ulug' inson bo'lgan. Ulug' inson bo'lgan. Shuning uchun ham qarang, mana ulug' bo'lgan insonlarni va yana nihoyatda bir saxiy, saxovatli bo'lgan nafslarni, ya'ni mana shunday insonlarning ishi deb turib aytiladi. Allati tuqaddirul jamila haqqo qadri, ya'ni jamil bo'lgan, go'zal bo'lgan zotga, ana shu go'zal bo'lgan zotni haqiqiy qadrlaydigan, yaxshilik bilan yuzlanadigan ulug' bo'lgan insonlarni holati mana shunday bo'ladi. Masalan, mana o'zimizda ham qarang, o'zimizda ham siz bir insonga, oddiy odamlarning ichida yaxshilik qiladigan bo'lsangiz, u sizga yomonlik qilib tursa, bu sizga alam qiladi. Siz unga yaxshilik qilaversangiz, u sizga yomonlik qilaversa, qilgan yomonliklaridanki har xil yomonliklarni qilib tashasa. Masalan, shu yomonliklardan qanday? Siz unga yaxshilik qilyapsiz-da, u sizga yomonlik qilyapti. Siz unga yaxshi gapirib, xayr-ehson, sadaqalar bersangiz, u siz orqangizdan gapirib, unaqa bu bunaqa deb turib masalan gapirib turaversa. Endi mana bu odam noshukr odam bo'ladi-da. Endi mana bunday yaxshilik qilayotgan odamga rahmat, otasiga rahmat deb qo'yadi hali bizda. Endi mana shunday deb tursa, u haqiqatda ham yaxshi odam ekan, hech bo'lmasa rahmat aytdi deydi-da masalan. Endi Alloh taoloning qancha mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bergan ne'mati bor. Amma man qabala ni'matal auf. Demak, qaysi bir kishi afu ne'matiga qarama qarshi, ya'ni mag'firat ne'matiga, sog'lomlik ne'matiga, ofiyat ne'matiga qaysi bir kishi
o'yin kulgi bilan, g'aflat bilan, dangasalik, ishyoqmaslik, mana shunaqa narsa bilan muqobil bo'lib tursa, ya'ni Alloh taolo sizni mana kechirib turadi. Ishonavering, Alloh subhanahu va taolo hammamizni kechirib turadi. Va yafu an kathir. Ba'zi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning ma'nolarida bizga aytadi. Aytadiki, insonlarni mana shu yer yuzidagi insonlarni agar qilgan kasbi bilan, qilgan ishi bilan halok qilganimizda yer yuzida birontasi qolmagan bo'lardi deydi. Lekin shu bilan birgalikda va yafu an kathir. Alloh ko'pchilikni, ko'p narsani afv qilib turadi. Demak, mana shu Allohning afvi, Allohning mag'firati bo'ladi, Allohning ofiyati. Mana siz ofiyatdasiz. Qarang, mana Falastinda qancha odamlar urushlar, bombalarning ostida, lekin siz ofiyatdasiz. Lekin men aytmoqchi emasmanki, ha, Xudoga shukr deb turib o'tiraverish kerak emas, duo qilish kerak ularning haqqiga. Lekin asosiy siz bilan bizdagi ne'matni eslatmoqchiman. Demak, mana bu yerda sog'lomlik ne'mati bor, ofiyat ne'mati bor. Kim endi mana shunday sog'lomlik, ofiyat ne'matiga lahu bilan, g'aflat bilan, dangasalik, ishyoqmaslik bilan yoki bo'lmasa ma'siyatlarni qilish, yomonliklarni qilishlik bilan Allohning ne'matini shunday qarshilaydigan bo'lsa, bunday odamdan bu ne'mat tortib olinishiga loyiq odam bo'ladi. Balki ne'mat olinib turib bu odamga azob, uqubat tushishiga loyiq odam bo'ladi. Shukr qiladigan banda u Robbisini haqqini haqiqiy suratda biladi. Allohni haqiqiy qadrlaydi. Mana Alloh taolaning so'ziga quloq soling. Balillaha fa'bud va kun minashakirin. Allohga ibodat qiling va shukr qiluvchilardan bo'ling. Qarang, Allohga ibodat qiling va shukr qiluvchilardan bo'ling deb turib oyatlarda bir-biriga bog'lanib kelganligini qarang. Va ma qadarulloha haqqa qadri, ular Allohni haqiqiy qadrlamadi. Va la hivi robta baynal ubudiyat bilan, ya'ni qulchilik bilan shukrni o'rtasini va hamda Alloh taoloni haqiqiy qadrlashni o'rtasini yaxshi bu yerda bog'laganligiga e'tibor bering. Qachon banda Robbisini tanishi ziyoda bo'lsa, Allohni tobora tanib boradigan bo'lsa, Allohning ulug'ligini, Alloh taoloning ne'matini shuncha tanib boraveradi. Insonga o'zini muhtojligini holati bayon bo'lib boraveradi. Juda ham va shiddatu taqsirih degani juda ham suskash ekanligi aniq bo'lib boraveradi. Demak, siz Robbingizni shukrida qattiq jiddiy bo'lib harakat qiling. Siz ey banda, ikkita narsani o'rtasidasiz. Ikkita holatni o'rtasidasiz. Yo shukrni keltirib chiqaradigan mag'firat holatda bo'lasiz, yoki istig'forga muhtoj bo'ladigan gunohkor bo'lgan holatda bo'lasiz. Ya'ni siz yo mag'firat holatdasiz. Mana mag'firat, Alloh sizni mag'firat qilib yuryaptiki, shukr qilishingiz kerak, yoki bo'lmasa gunohlaringiz bor. Istig'for aytishingiz kerak bo'ladi. Har qanday holatda ham siz Alloh subhanahu va taologa har bitta vaqtda namoz o'qishlikka majbursiz. Alloh taolaning sizdagi haqqi bu. Yuqorida aytdik, Alloh taolaning haqqi. Mana boshqa odamlar yoki bo'lmasa sizni o'zingiz birovdan haqqingizni talab qilishni bilasiz. Agar birontasi sizdan pul olgan bo'lsa, ana shu qachon berarkin bu mendan, mana pul oluvdi, qarz oluvdi, qachon berarkin deb turasiz. Endi mana shu joyda Alloh subhanahu va taoloning haqqi mana shu namoz. Mana shu namozni mana juda ham inson bo'ynidagi haqqi mana shuni bajarishlik kerak. Jang holatlarida ham, boshqa holatlarda ham soqit bo'lmagan. Qaysi bir kishini endi ilmi noqis bo'lsa, iymoni sus bo'lsa, zaif bo'lsa, siz o odamni og'ir holatda topasiz. Hatto farz bo'lgan namozlarni zo'rg'a o'qiydi. Va shu darajada o'qiydiki, o'qiyman desa ham xuddi qarg'ani don cho'qishidek cho'qib turadigan bir holatga olib kelib o'qiydi. U namozda rukusida, na sajdasida hech xotirjam bo'lmaydi. Va yana ana shu namozda aytayotgan narsalarini anglamaydi. Nima deyapti, nima qo'yyapti? Alloh akbar deb o'qiradi. Alhamdulillahi robbil alamin. Nima demoqchi? Alloh taolo bilmaydi, farqiga bormaydi. Demak, shuni bilingki, namoz banda Robbisiga qurbat hosil qiladigan, Allohga yaqinlashadigan eng katta narsa. Shuning uchun ham banda bajaradigan eng katta narsa, ya'ni Alloh taologa banda shukr holatida bajaradigan, Alloh taolaning ne'matlariga ko'ra, u Alloh ne'matlariki hisobsiz bo'lgan, hisob kitobsiz bo'lgan Allohning ne'matlariga ko'ra o'zini Mavlosiga, shu Allohga shukrona tarzda banda bajaradigan eng katta narsa mana shu namoz bo'ladi. Zero mana Kavsar surasida hammamiz yodlagan mana bu surada Alloh taolo aytadi: "Inna a'toynakal kavsar", biz sizga Kavsarni berdik, ko'p yaxshilikni berdik degan. Fasolli li robbika vanhar, Robbingizga namoz o'qing va hamda qurbonlik qiling. Qarang, demak, Alloh taolo biz berdik deb turib aytayapti. Xo'p, Kavsarni bergandan keyin nima deyapti mana? Namoz o'qing endi deyapti. Demak, namoz o'qishlik shukrona tarzda mana o'qishlik ma'nosi bor. Valawlam yakun
Walau lam yakul li salati siwa hadal maqsid. Agar namozda mana shu maqsaddan boshqa narsasi bo'lmaganda, mana shu maqsad derkan, ya'ni faqat shukr maqsadi. Namozda o'zi juda ham ko'plagan maqsadi bor. Mana biz birma-bir namozda maqsadlarini siz bilan gaplashib o'tyapmiz. Agar namozda mana shu maqsaddan boshqa maqsadi bo'lmaganda, siz butun o'zingizni, vaqtingizni, hayotingizni sarflashingizga arzigulik narsa mana shu namoz bo'lardi. Robbingizga muhtoj bo'lgan holatda mana shunday namozni bajarishingizga juda ham, ya'ni nima bo'lardi? Arzigulik bo'lardi. Mana shu ma'nolarni mana aytayaptilarki, walau lam yakun li solati siwa hadal maqsidi, ya'ni mana shu maqsaddan boshqa namozda maqsadi bo'lmaganda, lakana kafiyan an tashghala vaqta va hayatal abd. Bandani vaqtiga ham, hayotiga ham shunday mashg'ul bo'lib, ya'ni bandani vaqtini ham, hayotini olsa shu namoz yetardi shu. U bandaki Robbisiga faqir bo'lgan, Alloh taolaning ne'matlariga burkanib ketgan, Allohning fazli bilan o'ralib turgan, Allohning minnati bilan asir bo'lib turgan mana shunday bandani hayotini olishga haqli mana bu namoz. Agar namoz faqat Alloh subhanahu va taoloni to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'yganlik ne'matiga shukrona tarzda bo'lsa, bu to'g'ri yo'lda bilamiz. Bu to'g'ri yo'lki, ko'p odamlar bu yo'ldan adashgan. Endi mana shunday Alloh taolo siz bilan bizni namozga hidoyat qilib qo'yganligi, namozga hidoyat qilib qo'yganlik, mana shunday ne'mati uchun ham shukr qilib turib namoz o'qiydigan bo'lsak, mana shuni o'zi ham yetardi. Bandaga butun umrini hammasini namoz bilan shunday namozga sarflab tashlashiga yetgan bo'lardi. Demak, bu namoz juda ham muhim. Rasululloh vafotlaridan oldin namoz deb turib aytganlar. Demak, mana shu namozni mana shukr qilib o'qishlik kerak. Shukr qilish kerak. Alloh taolo siz bilan bizni mana shu namozga hidoyat qilib qo'yganiga alhamdulillah, Alloh taolo bizni hidoyat qilib qo'yibdi deb turib o'qishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizni namozga shunday kirgizib qo'yganligi uchun biz endi o'zimizni katta olmasligimiz kerak. Men namozxonman deb turib. Yo'q, balki biz battar Alloh taologa hokisor bo'lishimiz kerak. Demak, Robbisiga muhtoj bo'lgan banda namoz bilan Allohga qurbat hosil qiling. Allohning ne'matlariga shukr qilib turib, Alloh taolo shukr qilgan bandalarga va'da qilgan ziyodani umid qilib turib. Zero Alloh taolo aytadi: "Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum." Robbingiz e'lon qildi, bildirdi. Agar shukr qiladigan bo'lsalaring, ziyoda qilaman deb turib aytdi. Demak, Alloh taolo ular haqida aytgan shu ozchilikdan bo'ling siz. Alloh taolo nima degan? Va qalilum min ibadiyash shakur degan. Meni bandalarim ichida shukr qiladigan nihoyatda kam dedi Alloh taolo. Demak, mana shunday kam sonli insonlarning qatorida bo'ling. Ko'pchilik insonlarda xayr yo'q. Mana odamlar ham yuribdi-yu, sen ham yuraverasan-da namoz o'qimasdan, yoki odamlar ham yuribdimikan mana hijobini o'ramasdan. Yuribdi-ku hijobsiz ham, sen ham yuraver deydi, masalan. Demak, u ko'pchilikda xayr yo'q. Ko'pchilikda holati hidoyatsiz holati. Ko'pchilikda holati hidoyatsiz, balki ozchilikdan bo'ling. Va qalilum min ibadiyash shakur. Meni bandalarim ichida shukr qiladiganlar juda ham ozchilik deydi Alloh taolo. Endi ba'zi bir insonlar xursandchilik, shod xurramlik holatlarini his qiladi. Bir ne'mat yangilanib qolganda yoki biron bir musibat ketganda. Endi qarang, misol uchun mana haqiqatan bir inson ne'mat yangilansa, misol uchun biron bir narsa sotib olsa, mashina sotib olsa, yoki bo'lmasa biron bir inson uylansa, yoki bir ayol turmushga chiqsa, o'zini xursandchiligini his qiladi. Yoki Alloh farzand bersa, yoki bo'lmasa biron bir masalan kasal holati ketsa, boylik holati kelsa, yoki bo'lmasa yana shunga o'xshagan, masalan oddiy ko'chada yurganda ham, masalan inson hali mashinada yurar ekan, bunday yo'lda gayi chiqib qolsa, istig'for aytib yoradi. Alloh taoloni eslab yoradi. Allohim mana shular meni tutmasin deb turadi yani. Endi mayli shunaqa holatda ham ana shular tutmasa ham masalan. Qani shunga o'xshash holatlarda mana xursandchilikni his qiladi, mana shu azob, musibat kelmaganligini his qiladi. La yaqafi nafsihi ta'biran amma fiha min ash-shukr. Ya'ni hech bu insonda hayoliga kelmaydiki, undagi ana shu Allohning ne'matidagi yoki musibat ketgandagi shukrni aytishlik. Qani shukrni qilishlik kelmaydi. Illo as-sadaqatu bil mal va nahvi. Illo molni sadaqa berib yuborish, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Qani, ba'zi odamlarning holati shu, o'zini boshidan musibat ketgandan keyin, alhamdulillah deb turib bir odamlarga sadaqa berib yuborishni biladi. Shunga o'xshash holati bo'ladi. Bu ham yaxshilik va juda go'zal amal bu. Lekin namoz undan oldin turadi. Va undan ko'ra ko'p uni yuqorisida, va fawqahu bi kafir. Inna atoynakal kawsar. Mana biz deyapti, qarang, mana bu oyatga e'tibor bering-da.
Inna atoynakal Kavsar surasi. Rasulullohga biz sizga Kavsarni berdik deyapti. Kavsar bilamiz buni. Kavsarni berdik va hamda Robbingizga siz namoz o'qing va qurbonlik qiling. Demak, shukrona tarzda. Demak, mana bu butun xalqlarning sayyidi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hidoyati. U zotki namozga shoshilardi. Ko'p namoz o'qirdi, Robbisining ne'matlari kelsa. Qarang, Alloh taolo ne'mat kelsa, ko'p namoz o'qirdi Rasululloh. Mana bizga rivoyat bo'lib kelgan sahih rivoyatlarda eng mashhuridan mana shu ishdagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hidoyatlaridanki fath namozi. Ya'ni Makkani fath qilgandagi fath namozi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkani fath qilganda 8 rakat Allohga shukrona tarzda 2 rakat qilib turib, mana shu ne'matga shukrona qilib turib 8 rakat namoz o'qigan. Mana shu namoz zuho namozi deb mashhur bo'lgan. Va fi kulli salatin tusalliha. Siz o'zingiz o'qigan har bitta namozda mana shu maqsadni eslang. Ya'ni bu maqsad qaysi maqsad? Bu shukr maqsadi. Va yana boshqa bir maqsadlarga uni qo'shing. Namozingiz ajri katta bo'lishi uchun va hamda foydasi nihoyatda katta, qalbingizga juda ham ta'sir qilishi uchun. Biron bir ne'mat yangilanib qolsa yoki biron bir musibat sizdan ketadigan bo'lsa, siz o'zingizni Mavloyingiz bo'lgan Alloh taologa kiradigan bir namozni xoslab qo'ying. Ya'ni shu ne'mat kelgan vaqtda yoki bir musibat ketgan vaqtda namoz o'qing, ya'ni. Alloh taologa kirib keling shu namoz bilan. Allohning sizga bo'lgan ne'matini kattaligiga shukr qilgan holatingizda. Mana bu Alloh taoloning mana ne'mati ekanligini unutmang. Agar banda o'zini hamma hayotini Alloh taologa sajda qilib o'tkizsa, tasavvur qiling, umr bo'yi sajda qilib o'tkizsangiz masalan, hech to'xtamasangiz, faqat sajdada o'tadigan bo'lsangiz, baribir Allohning shukrini inson bajarmagan bo'ladi. Lekin Robbimiz kechiradigan rahimli zot, shakur bo'lgan zot, ozgina amal qilsa ham ko'p mukofot beradigan zot, halim bo'lgan zot. Ozgina amalimizga ham rozi bo'ladi. Biz unga qodir bo'lgan narsamizga ham rozi bo'ladi. Qani hatto mana shu namozlardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ertalabki bomdodni 2 rakat sunnatini nima dedi? Sunnat namozi, farz emas. Sunnatini xoyrun minad dunya va ma fiha. Dunyo va dunyodagi narsalardan yaxshiroq deb aytdilar. Butun dunyo va dunyodagi narsalardan, quruq dunyodan demadi, ya'ni. Butun dunyo va dunyodagi narsalardan yaxshiroq deb turib aytdilar. Demak, mana shu joyda siz bilan biz bilamizki, bu namozning juda ham katta ahamiyati bor. Ertalab turib zo'rg'a shuni o'qiymiz. Shu qodir bo'lganimizcha bo'lgan ozgina amalimiz Alloh taolo rozi bo'ladi. Va ojiz bo'lganimizni Alloh taolo afu qiladi. Namozga uxlab qoladigan bo'lsak, Alloh taolo siz bilan bizni afu qiladi, kechiradi. Lekin ataylab uxlasa emas. Ba'zi odam shunday uxlab qoladi, Alloh taolo kechiradi. Mana kechiruvchi va rahimli bo'lgan zot. Yoki bizga qilish mashaqqatli bo'lgan narsalarni Alloh taolo kechirib yuboradi. Fa Allohumma lakal hamd avvalan va axiran va zohiran va batina. Demak, mana shunday niyatda, ya'ni shukrona bo'lgan niyatda, shukrona maqsadida kim ko'p namoz o'qiydigan bo'lsa, hayoti mobaynida shukrda o'zini tarbiyalagan bo'ladi bu banda. Namozda shukr qilyaptimi? Alloh taoloning ne'matida shukr qilyaptimi? Mana shunday Allohning ne'matida shukr qilgan odam, bir insonlar agar bir narsa beradigan bo'lsa, u odamlarni malomat qilmasdan, ularga ham shukr aytishi bo'ladi. Rahmat deyish holati o'rganadi, ya'ni. Butun boshqa ishlarda ham. Demak, shukr xulqlarni butun sayyidi deb aytiladi. Ya'ni xulqimiz, axloqimiz bor-ku, shu axloqlarni sayyidi. Xulqning asli, manbasi. Shu narsadan farq bo'lib chiqadi. Shu narsada asl narsalar aylanadi. Endi iymon 2 qismga bo'ladi. Iymon 2 qismga bo'linadi. Shukr degan narsa bor, sabr degan narsa bor. Qani shukr degan narsa bor, sabr degan narsa bor. Mana shu narsani payg'ambar sollallohu alayhi va sallam quyidagi so'zini aytgan vaqtda bizga bayon qilgan. Mo'minning ishi ajoyib degan. Inna amrohu kullahu lahu xayr. Mo'min bo'lsa, sharti mo'min bo'lsa. Chala iymon emas, asosiy mo'min bo'lishi kerak. Ajaban li amril mu'min, mo'minning ishi ajoyib. Hamma ishi unga yaxshilik. Agar xursandchilik yetsa, shukr qiladi, o'ziga yaxshilik bo'ladi. Agar musibat yetsa ham sabr qiladi, unga yaxshilik bo'ladi. Demak, mo'minning sifati shukr qiladigan sifati bo'ladi. Mo'minning sifati biron bir musibat yetib qolsa sabr qiladi. Qarang, ulug' Alloh taoloning mana shunday Qur'oni Karimi bo'lgan, ulug' Qur'onning oyatlarini yaxshilab, sinchiklab tekshirgan odam shukrni sabrga bog'liq holatda topadi. Va yana oyatlar bilan, oyatlardan pan nasihat olish, oyatlardan foydalanish,
mana shunday bo'lgan odamga hosil bo'ladi. Ya'ni kim oyatlardan foyda oladi? Kim oyatlardan pan nasihat oladi? Kim shu amal qilishni o'rganadi? Qarang, misol uchun mana ko'pimiz hayotimizda dushanba, payshanba kuni roza tutish holati yo'q. Kech paytlar turib tahajjud namozi o'qish holati yo'q. Yoki mayli tahajjud namozi ham deysiz, zuho namozlari yoki bo'lmasa nafl namozlari mana qaytariq vaqtidan tashqari. Ertalab quyosh chiqayotganda, quyosh tikkaga kelganda yoki asrdan keyin nafl namoz o'qimaysiz mayli, lekin qolgan vaqtlarda nafl namozlarni o'qishning imkoniyati bo'ladi. Mana shunaqa holat ko'pchilikda yo'q. Demak, Qur'on oyatlarini yaxshilab tekshiradigan odam shukurni sabrga bog'lanib turganligini topadi. Shukur sabr bilan juda ham bog'liq. Bu shukur juda ham ko'p gapiriladigan narsa. Juda ham tushuntirishli, juda ham muhim bo'lgan narsa. Inson Allohga shukur qilish kerak. Allohga shukur qilishni o'rgangan banda odamlarga ham shukur qiladi. Odamlarga shukur qilishni o'rgangan banda Allohga ham shukur qiladi. Demak, Alloh taolo sizga bitta ne'mat berdimi? Qanaqa ne'mat bo'lsa ham, aytayapmiz-ku, masalan, farzand ne'mati yoki sizdan bir musibat ketdi, bir ne'mat keldi. Alhamdulillah deb turib 2 rakat namoz o'qiydigan bo'lsangiz. Masalan, mana Rasululloh Makka fath bo'lgan vaqtda 8 rakat namoz o'qigan deyapmiz. Agar mana shu holatda bo'lsangiz, nima uchun o'qigan Rasululloh? Shukur tarzida o'qigan. Sabr qilsangiz o'zingizni boshingizga kelgan narsalarga. Mana shu shukur bilan sabr bir-biriga bog'liq. Qur'onning oyatlarini inson yaxshilab tadabbur qilsa shu holatni topadi. Va yana Qur'onning oyatlaridan foydalanishlik, pan nasihat olishlik xuddi mana shunaqa shukur qiladigan odamga hosil bo'ladi. Inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur degan qarang. Ibrohim surasini 5-oyati. Zero mana bu narsalarda, mana bunday oyatlar alomatlarda shukur qiladigan, ko'p sabr qiladigan insonlarga, har bir insonga oyatlar bor, alomatlar bor. U odamlar foyda oladi. Demak, ilmni ham, iymonni ham amaliy bo'lgan ko'rinishi mana shu shukur bilan sabr. Shukur va sabr ilmni ham, iymonni ham ko'rinishi. Tushunali-ya? Ilm insonning ilmi. Iymon bu iymoningiz qalbda bo'ladigan, ilm ham bizni ko'zimizga ko'rinadigan narsa emas. Lekin mana shu ikkala holatda sabr va shukur, mana shu ikkita narsa amaliy ko'rinish deyiladi. Va yana iymonning samarasi mana shu ikkita narsa, sabr bilan shukur. Bu ikkita holatki, shunday holatlar bo'ladiki, banda ikkalasining o'rtasida mana shu hayotda yuradi. Ya'ni ikkitasining o'rtasida yuradi. Yo shukur qiladigan banda bo'lasiz yoki sabr qiladigan odam bo'lasiz. Qolgani yo'q. Agar qolgani chiqsangiz, albatta kafur bo'lasiz. Kafur, ya'ni bu degani noshukur. Demak, Qur'oni Karimda kelgan shukur oyatlarini siz yaxshilab o'ylab ko'ring. Sizga mana bu maqsadni o nariyoq orqalari aniq bo'ladi. Sizga maxfiy joylari, sir asrorlari aniq bo'ladi. Mana shu shukur mavzusi juda ham muhim bo'lgan mavzulardan mana. Endi sabr mavzusi ham xuddi shu. Mana namozni yana maqsadlardan mana 6-maqsad sabr. Qarang, 6-maqsad sabrda. Endi mana shukur bilan sabr bir-biriga bog'liq bo'lganligi uchun namozning 6-maqsadi mana sabr deb turib aytayapti. Endi sabr qanday narsa u sabr? Namoz, mana yuqorida aytganimizdek, namoz u ilm manbasi. Ilm va iymon manbasi. Ya'ni shunday ilm iymonki, mana shu ilm iymon manbasi bilan sabr hosil bo'ladi. Qarang, sabr holatlari bo'ladi. Va yana mana shu hayotda sobit turish holatlari bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo shu narsani siz bilan bizga vasiyat qildi, tavsiya qildi. Quyidagi so'zni aytgan vaqtda: "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innalloha ma'as-sabirin." Ey iymon keltirgan kishilar, sabr bilan, namoz bilan yordam olinglar. Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan birga deb turib aytdi. Demak, namoz Alloh subhanahu va taoloni o'zini payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan vasiyati. Risola bilan, da'vat bilan bo'lgan boshidagi taklifotda, boshida o'zi Alloh subhanahu va taolo mana shu risolani, mana bu da'vatni, payg'ambarlikni bergandaylar, o'zi namozga Alloh taolo vasiyat qilgan. Va min zalika qawluhu ta'ala, shu narsada mana Alloh taolaning so'zi. Fasbir ala ma yaqulun va sabbih bihamdi robbika qabla tulu'i shamsi va qabla al-ghurub. Fasbir ala ma yaqulun, siz ular aytayotgan narsaga sabr qiling deyapti. Qarang, mana shu joyda nima kelib chiqadi mana? Ular aytayotgan narsaga sabr qiling deganda, bu yerda talab ilmlarga juda ham katta dars kelib chiqadi. Talab ilmlar ham asta-sekin ilm o'qirkan, shoshilib, chap etib katta-katta narsalarga o'tirib olmaslik kerak. Fatvo berish masalalari yoki bo'lmasa shunga o'xshagan narsalarga birdan o'tirib olmaslik kerak. Balki fasbir ala ma yaqulun, siz ular aytayotgan narsaga sabr qiling. Ya'ni odam ertaga da'vat qilib chiqqandan keyin odamlardan har xil gap so'zlarni eshitishni boshlaydi.
Shuning uchun ham ular aytayotgan narsaga sabr qiling va hamda Robbingizni hamdi bilan tasbih ayting. Ya'ni Allohga tasbih ayting, Allohni zikr qiling quyosh chiqishidan oldin va botishidan oldin. Ulamolar mana shundan maqsad, ya'ni xossatan bomdod namozi va asr namozi o'zini vaqtida o'qishlik deb turib aytadi. Va minal layli fasabbihu va adbara sujud. Va minal layli fasabbih. Kech paytlarda ham fasabbih Allohga namoz o'qing. Va adbara sujud va sajdalardan keyin. Ya'ni bu degani sajdalardan keyin tasbih ayting degani. Tasbih ayting, Alloh taoloni zikr qilish ya'ni. Va yana boshqa oyatlarda keladi. Wasbir li hukmi robbika fa innaka bi a'yunina. Qarang, bu yerda Robbingiz hukmiga sabr qiling deyilyapti mana. Wasbir, sabr qilish asosiy. Qarang, Robbingiz hukmiga sabr qiling. Alloh hukmidan bittasi namoz. Namozni o'qing. Fa innaka bi a'yunina, siz bizni ko'z o'ngimizdasiz. Wasabbih bihamdi robbik hina taqum. Siz namozga turgan mahallingizda Robbingizni hamdi bilan tasbih ayting. Namoz o'qing, ya'ni namoz o'qigan mahallingizda Robbingizni hamdi bilan tasbih ayting degani, ya'ni Allohni zikr qiling. Va minal layli fasabbih va idbaron nujum. Va minal layli fasabbih. Kech paytda namoz o'qing va yulduzlar ketgan vaqtda. Va yulduzlar ketgan vaqtda ham deganda, ya'ni bu mumkin bomdod namozi. Ya'ni ana shu namozlarni o'qishlik. Qumil layla illa qalila oyatini qarang masalan, Muzammil surasi. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Kech paytlarda namoz o'qishda aytgan mana. Qumil layl, kech paytda qoyim bo'ling. Illa ozginasida qoyim bo'lmang, mayli uxlaynu, lekin bo'lmasa ko'p qismida namoz o'qing degan. Rasulullohga avvalgi payg'ambarlik kelgan vaqtda asosiy mana ibodatga targ'ib qilingan. Xuddi shunday inson o'zi yangi ibodatga, ilmga kirgan mahallarda ko'p mana shu namozlar, ibodatlar, amallar qilishlik kerak. Chunki insonni tayyorlaydi, bu qalbini pishiq qiladi. Qalbini pishiq qiladi ya'ni. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila degan. Biz sizga og'ir so'zni tashlaymiz. Og'ir so'zni tushiramiz. Demak, og'ir so'zni tushiradi Alloh taolo, shuning uchun ham ibodat qilishlikka buyurgan. Yana Muzammil surasining 10-oyatda keladi. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Ular aytayotgan narsaga siz sabr qiling. Va yana wahjurhum hajran jamila. Ularni chiroyli tashab qo'ying. Odamlar orqangizdan gapiradi. Shu narsaga sabr qiling, lekin ularni tashab qo'ying. Lekin tashab qo'yganda asosiy ibodat bilan. Tep qo'ying ularni va tashab qo'yish kerak-da va ibodat bilan shug'ullanish kerak. Yana oyatlarda, boshqa oyatlarda keladi mana. Inna nahnu nazzalna alaykal qur'ana tanzila. Biz sizga Qur'onni tushirdik. Fasbil li hukmi robbika va la tuti' minhum athiman aw kafura. Siz Robbingiz hukmiga sabr qiling. Allohning hukmidan namoz o'qish mana. Ulardan gunohkor bo'lgan odamga yoki kofir bo'lgan odamga itoat qilmang. Vazkur isma robbik, vazkur isma robbik bukrata va asila. Erta-yu kech Robbingiz ismini zikr qiling. Erta-yu kech ana shu bomdod namozlari ham nazar tutilgan va asr namozlari, erta-yu kech qilingan zikrlar. Va minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Va minal layl, va kech paytda ham siz Allohga sajda qiling. Fasabbihu, Allohga uzun kechalarda tasbih aytib chiqing. Allohni tasbih aytib, zikr qilib ulug'lab chiqing. Va yana payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni jo'natilishini boshida va yana avvalgi kunlarda Rasululloh birinchi payg'ambar bo'lib kelgan vaqtlarida payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga xossatan kechki namoz farz bo'lgan edi. Va alaman ma'ahu minal mu'minin. Rasululloh bilan kim mu'min bo'lsa, ularga ham kechki namoz farz edi. Demak, birinchi farz bo'lgan namoz Muzammil surasini oyatlarida kelgani kabi ana shu qaysi namozida? Kechki namozida. Qani mana Alloh taolo Muzammil surasida bizga shu narsani bayon qiladi. Qumil layla illa qalila. Kech paytda siz turing, namoz o'qing, illa ozginasida mayli turmang. Nisfahu deyilgan. Yarmida. Avin qisminhu qalila yoki ozgina shu yarmidan ham noqis qiling. Ya'ni bu degani yarmidan ham ko'pida namoz o'qingda, ozrog'ida mayli uxlang. Avzit alayhi va rattilil qur'ana tartila yoki undan ziyoda qiling va Qur'onni tartil bilan shoshmasdan o'qing. Ya'ni maqsad bu yerda asosiy kech paytda namoz o'qilganda Qur'onni tadabbur bilan, ta'ammul bilan shoshmasdan o'qishlikka mana Alloh taolo targ'ib qilgan. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Biz sizga og'ir so'zni tushiramiz. U so'zki Qur'on. Qur'onni nozil qiladi Alloh taolo. Inna nashiyatal layli hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Inna nashiyatal layl degani kech paytda uyg'onib tahajjud o'qiyotgan odam, ana shu tahajjudda turgan odamga u Qur'on o'qishi hiya ashaddu wat'a, bosimi qattiq bo'ladi. Ya'ni juda qattiq ta'sir qiladi Qur'on o'qishi. Va aqwamu qila, to'g'ri quloqiga kirib boradi. Haqiqatan ham payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Rasululloh bilan birga bo'lgan mu'minlar komil 1 yil qiyom turib namoz o'qishdi.
Hatto ularda qadamlari yorilib ketdi. Keyin mana bu namoz yengillatildi, ya'ni farz bo'lmay qoldi. Avvalgi davrda farz edi. Hali namoz farz bo'lmagan vaqtda farz edi. Alima allan tuhsuhu fataba alaykum. Sizlarni shu kechki namozga qodir bo'lmasliklarini Alloh taolo bildi. Sizlarni tavbalarini qabul qildi. Faqro ma tayassara minal Qur'on. Qur'ondan endi muyassar bo'lganinglarni o'qinglar. Qo'ldan kelgancha, ya'ni namoz o'qishlikka Alloh subhanahu va taolo targ'ib qilgan. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avvalgi farz holatida qolgan. Rasulullohga tahajjud o'qish farz bo'lgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qishda davom etganlar. Demak, namoz bu musulmon kishining ozuqasi. Mana bu hayotda musulmonning kuchini manbasi deb aytiladi. Namozsiz Robbisiga ibodat qilishga qodir bo'lmaydi. Dinida to'g'ri tura olmaydi inson. Robbisini risolasini yetkiza olmaydi. Alloh taolo mana Ma'arij surasida aytadi. Innal insana xuliqa halu'a. Inson halu jizzaki bo'lib yaratilgan. Jizzaki oddiy qo'liga zirava kirsa ham voydod deb bo'lmay qoladi inson. O deb o'zini shu narsani ham katta oladi. Idza massahu sharru jazua. Agar yomonlik tegsa, yo biron bir yomonlik yetib qoladigan bo'lsa, sabrsizlik qiladi. Sabr qilmaydi. Biron bir kasallik holati bo'lib qolsa, yoki bo'lmasa boshqa holat bo'lib qolsa, masalan mayli endi kasallik holati bu bo'ladigan holatlardan. Hayotda u bu kimdan judo bo'lib qoladigan bo'lsa, masalan, birdan sabrsizlik qilib tashlaydi. Yoki bo'lmasa oddiy mana misollardan biron bir odam sizga o'zini narsasini sotyatib, qimmatroqqa sotib qo'ygan bo'lsa, siz ana shu odamni bir qancha vaqtgacha gapirib yurasiz. Mana shu holat ham ishkal. Voyda massahul khayru manua. Agar insonga yaxshilik yetsa man qiladi. Ya'ni bu degani boylik yetadigan bo'lsa, birovga 1 so'm beray demaydi. Bermaydi, o'zi tagiga bosib yotaveradi. Lekin Alloh subhanahu va taolo shularning ichida kimni mustasno qildi? Illal musallin, illa namoz o'quvchilar. Alladinahum ala solatihim daimun. Ular o'zlarini namozlarda doim turgan odamlar. Demak, mana bu oyatlar nimani ifodalaydi? Namoz o'qiydigan odamlar ular o'zlarini namozlarda doim turishini ifodalaydi. Laysa min hada naw'i minan nas, insonlarda ichida bunday turdagi odamlar juda ham kam deyapti. Ya'ni mana shu oyatda kelgan nihoyatda sabr qiladigan odamlar juda ham kam. Balhum alal aksi min dalik, balki ular tamomiy teskari. Ya'ni oyatdagi ma'nodan teskarida ular. Ularga agar yomonlik yetib qolsa sabr qiladi. Peshonasiga bitta boshiga musibat yetib qolsa yoki yomonlik kelib qolsa sabr qiladi. Agar yaxshilik yetib qolsa shukr qiladi. Fabi maqosidi solatil muhimma. Bandaning qalbida hozir bo'lishi vojib bo'lgan, muhim bo'lgan mana namozning maqsadlaridan qaysi bir kishi namoz o'qiydigan bo'lsa, ana shu inson mana bu hayotda quvvat va sabotlikni qo'lga kiritadi. Mana shu hayotda quvvat, sabotlikni qo'lga kiritadi. Hayotning qiyinchiligidan, layqaligidan salomat qoladi. Iymon rohatida yashaydi. Har bitta holatda rozilik bo'lgan jannatda yashaydi. Demak, namoz ma'siyatlardan ham sabr vasilasi deyiladi. Ya'ni odam ma'siyatlardan tiyiladi, ya'ni shu namoz orqali. Va shahvatlardan ham himoyalanish vasilasi. Xuddi Alloh taolo aytgani kabi. Inna solata tanhanil fahshay val munkar. Namoz fahshdan va munkardan qaytaradi degan. Demak, mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo namozni ikkita maqsadini bizga tushuntirib beryapti. Birinchisi, namoz fahsh va munkardan qaytaradi, ikkinchi navbatda qalbda Alloh taoloning zikrini amalga oshirib beradi. Qarang, qalbda Alloh taoloning zikri mustahkam o'rnashib qoladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo ikkinchi maqsad, ya'ni xosatan Allohni zikr qilish maqsadi eng oliy, katta va muhim ekanligini bizga aytib beryapti. Vazalik annal awwala ma huwa illa natijatu va samaratul lisani. Chunki avvalgisi u ikkinchisining samarasi. Ya'ni fahsh va munkardan odam to'xtashi ikkinchisining samarasi. Ya'ni siz namoz o'qirgansiz, namozda Alloh taoloni mana eslab namoz o'qisangiz, Alloh taolo Robbim menga shu narsani buyurgan deb namozda shu holatda tursangiz, mana bu ma'no sizning qalbingizda o'rnashadi. Shu ma'no juda ham Alloh taoloni ulug'lash ma'nosi, Allohni tanish qalbingizda mahkam o'rnashgandan keyin o'z-o'zidan bu o'zini samarasini ko'rsatadi. Shu samarasi nima? Odam gunoh ma'siyatlardan to'xtashni boshlaydi. Qarang, namozda agar mana shundan boshqa maqsadi bo'lmaganda, shu foyda, shu samaradan boshqa narsasi bo'lmaganda, faqat shu holati bo'lganda, ya'ni namozda o'zida mana shu Alloh taoloni zikr qilish, qarang, Allohni zikr qilish, fahshdan, munkardan tiyilish holati bo'lganda, shu ham namozga inson haris bo'lishiga, namozga e'tibor berishiga o'zi shu kifoya qiladi o'zi. Demak, namozga juda ham mahkam inson e'tibor berishi kerak, ya'ni. Bo'lmasa odam namozga e'tibor bermas ekan,
Mana bu hayotda ko'p holatlarda odam qoqilib qoladi ya'ni. Endi asosiy bu yerda yana namozni maqsadlaridan mana sabr masalasi. Endi biz buni mana shu joyda to'xtasak bo'lar ekan, kelasi safar gaplashib ketamiz inshaalloh. Alloh taolo o'zi darslarimizni davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin.